Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Chrome elementi haqida gaplashamiz. Juda ko'p joylarda tarqalgan, ko'p insonlar hozir aytayotgan Chrome ich deyishadi-yu, lekin bu o'zi nima? Kimlar ichishi mumkin, kimlarga mumkin emas, uni qanaqa holatda ichilishi kerak? Shular haqida sizlar bilan birgalikda to'liq gaplashib o'tamiz. Chrome bu qizlar mikroelement hisoblanadi. Tanamizga kerak bo'ladigan mikroelement. Buni biz o'zi oziq-ovqatdan ham olamiz, lekin ba'zi holatlarda biza asabiylashganimizda, uyqusiz tunlarimizda, mana shunaqa holatlarda tanamizdan Chrome elementi ko'proq chiqib ketadi. Natijada bizada Chrome'ga bo'lgan xohish ortib boradi va uni belgilari qanaqa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz qizlar. Birinchi o'rinda men sizlarga Chrome'ning asosiy vazifalarini tushuntirib o'tib ketmoqchimanki, eng birinchi o'rinda Chrome insulin retseptorlarini sezgirligini oshirishda zo'r yordam beradigan mahsulot. Bizada insulin retseptorlari sezgirligi oshgandan keyin insulin gormonlarimiz pasayishni boshlaydi va qonimizda qand ham pasayishni boshlaydi va glyukozamiz, ya'ni o'sha qonimizdagi qandimiz hujayraga yaxshi yetib boradi. Ya'ni kirib energiyaga aylanadi. Hujayra, insulin, glyukoza bular nima deydigan bo'lsanglar, albatta bundan oldingi videolarimni ham kirib ko'rishinglarni maslaga tavsiya qilaman, chunki oldingi videolarimda bular haqida batafsil ma'lumot berganman va nima haqida gapirayotganimni shunda bilib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari qizlar, Chrome elementi, ya'ni mikroelementi bizda shirinlikka bo'lgan ehtiyojni zo'r pasaytirishda yordam beradi. Chunki sababi bu boya aytmaslarga glyukozani pasaytiradi dedim, qonimizda. Qonimizda glyukozani pasaytirgandan keyin o'sha bizda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj tabiiy ravishda pasayishni boshlaydi. Borku, masalan, bir xil va shirinlikka bo'lgan ehtiyojim juda yuqori. Men o'zimni tiya olmayman, men umuman ozolmayman, diyeta men uchun emas deydiganlar bor-ku. Albatta sizlar uchun, faqatgina sizlar uni qanaqa qilinishini bilmayapsizlar. Mana bunaqa Chrome elementlari o'sha tanada yetishmovchilik ketayotgan bo'lsa, o'sha yetishmovchiliklarni to'ldirgan holatda agar pitaniyani qiladigan bo'lsanglar, ishoninglar, ideal natijaga yetasizlar. Undan tashqari esa albatta insulin rezistentligida iste'mol qilishlarini men tavsiya qilaman. Sababi bu insulin rezistentligi chuqurlashib ketmasligi uchun, prediabet bo'lmasligi uchun, ikkinchi tip diabet bo'lmasligi uchun ham zo'r yordam beradigan mahsulot hisoblanadi qizlar. Xo'sh, ana endi Chrome yetishmasa bizning tanamizda nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda shirinlikka bo'lgan ehtiyojimizdan biz o'zimizni umuman boshqara olmaymiz. Tez qornimiz ochgandek bo'ladi, shirinlik yegimiz keladi, ovqatdan keyin ham shirinlikka tortadi. Mana shu holatlar bo'ladi bizda Chrome elementi yetishmasa. Undan tashqari esa ovqatga to'ymaslik boshlanadi. Chrome elementi yetishmasligi natijasida va eng yomoni bizda vazn tashlash qiyinlashib boradi. Chrome elementi yetishmasa qizlar. Menimcha bu aytganlarimni deyarli hammada ortiqcha vazn bilan qiynalib o'tganlarda kuzatiladi. Xo'sh, Chrome'ni qanday holatlarda ichish mumkin? Ya'ni men Chrome'ni kimlarga tavsiya qilaman? Agar kimda insulini baland bo'lsa, agar kimda insulin rezistentlik holati ketayotgan bo'lsa, agar kimda prediabet holati ketayotgan bo'lsa, agar kimda ikkinchi tip qandli diabeti ketayotgan bo'lsa, agar kimda shirinlikka qaramli qorin sohasida ortiqcha yog'lar to'planishi, vazn tashlash qiyinlashib ketayotgan bo'lsa, aynan mana shu insonlarga men Chrome ichishni tavsiya qilaman va undan tashqari kimda polikistoz tuxumdon sindromi diagnozi qo'yilgan bo'lsa ham, albatta bunaqa holatda men sizlarga Chrome ichishinglarni tavsiya qilaman. Xo'sh, endi Chrome kimlarga umuman tavsiya etilmaydi? Shuni tushuntirib o'tib ketmoqchiman, ya'ni kimlar ichishi mumkin emas. Chrome'ni homilador emiziklilarga mumkin emas. Chrome albatta bu holatlarda ichish mumkin emas. Og'ir buyrak kasalliklari kuzatilayotgan bo'lsa, og'ir jigar kasalliklari kuzatilayotgan bo'lsa, Chrome'dan kimgadir allergiyasi bor bo'lsa, keyin diabet uchun qanaqadir dori, ayniqsa birinchi tip qandli diabet bor-ku, o'sha diabet uchun qanaqadir bir dori ichayotgan bo'lsanglar agar mumkin emas bu Chrome ichishinglar. Chrome'ni asosan qanaqa holatda men tavsiya qilaman?
odatda ovqat bilan birgalikda, ayniqsa uglevodli mahsulotlar bilan birgalikda iste'mol qilishinglarni. Biza qachon uglevod ko'p iste'mol qilamiz? Asosan yoki kechki payt yoki obedda. Zavtrakda deyarli ko'pchilik yoki zavtrak qilmaydi, yoki faqat tuxum yeydi. Bu tuxum baribir foydali hisoblanadi. Uglevod asosan shu obed bilan kechki payt ko'proq qilamiz, to'g'rimi? Shu uchun ham men ovqat bilan birgalikda holatga qarab, individualniy gaplashgan holatda xrom elementini yoki 1 yoki 2 mahalgacha tavsiya qilaman. Obed va kechki ovqat oralig'ida. Albatta kuzatamiz patsientni shirinlikka bo'lgan ehtiyoji qay darajada pasayyapti, holati qay darajada yaxshi, shunga qarab 1 yoki 2 martagacha bir kunda ichilsa bo'ladi bu mahsulot. Va natija olmoqchi bo'lsanglar, kamida 3 oy ichilishi kerak bo'ladi xrom. Kamida 3 oy ichiladi. Va ba'zi insonlar aytishi mumkin-da, voy, bular baribir ximikat, nima deydi, bu dori deb o'ylash mumkin. Yo'q, qizlar, bu dori emas, bular biofaol qo'shimcha, chunki xrom elementini biz bu holatda ichmasak-da, biz oziq ovqatlar bilan ham shundoq ham yeyishimiz mumkin, lekin oziq ovqat miqdoridagi xrom elementi kamligi uchun bizning tanamizda xrom elementi defitsiti chuqurlashib ketganligi uchun albatta uni tezroq ko'tarish maqsadida mana bunaqa biofaol qo'shimchani vaqtincha ichishimiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, kamida 3 oy ichishimiz kerak bo'ladi. Shundagina bizda o'sha xromga bo'lgan xohish, ya'ni o'sha shirinlikka bo'lgan ehtiyoj, tez-tez och qolish, nafsni boshqara olmaslik holatlari ketishni boshlaydi. Vazn tashlash to'xtab qoladi, qiyinlashib ketadi-yu bir xilda. Mana shunaqa holat o'sha ketishni boshlaydi biza xrom bilan tanamizni o'sha boyitib bo'lganimizdan keyin. O'zi xromga boy mahsulotlarni maslaga sanab o'taman. Buni ichayotganinglarda ham albatta xromga boy mahsulotlarni ham pitaniyaga qo'shsanglar, nur ustiga a'lo nur. Sababi biza baribir birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Biza mahsulotlarni mana xrom bo'ladimi, magniy bo'ladimi, inazitol bo'ladimi, iloji boricha imkon qadar oziq ovqatdan birinchi o'rinda olishimiz kerak va unga qo'shimcha ravishda buni qo'shsak bo'ladi. Lekin iloji boricha oziq ovqatdan olinadi. Masalan, xromga boy mahsulotlarning birinchisi bu brokoli, tuxum, molni go'shti, molni jigari, dengiz mahsulotlar, yasmiq, fasol va butun donli mahsulotlar hisoblanadi. Xromga boy mahsulotlar. Ko'rdinglarmi, xrom ichinglar deganimda, yo'q, bu dori deb o'ylamanglar. O'zi xrom shundoq ham biz yeymiz. Oziq ovqatdan shundoq ham yeymiz biz. Faqat bu bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi tanamizni. Shu uchun ham qizlar maxromni ayniqsa aytganimdek kimdadir insulin oshib ketgan bo'lsa, qorin atrofida yog' yig'ilgan bo'lsa, vazn tashlash qiyinlashayotgan, vazn tashlash to'xtab qolgan holatlari bo'lishi mumkin. Shirinlikka bo'lgan ehtiyoji ortib ketgan bo'lishi mumkin. Polikistoz tuxumdon sindromi kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Prediabet, ikkinchi tip qandli diabet kuzatilishi mumkin. Albatta shu insonlarga men tavsiya qilib qo'ygan bo'lardimki, xrom ichsanglar bo'ladi va yana esinglarda bo'lsin, hammani tanasi individualniy. Individualniy holatda gaplashib, holatinglarni bilganimdan keyin men sizlarga 1 yoki 2 mahalgacha tavsiya qila olaman xromni. Undan tashqari xrom ichishni boshladinglarmi, esinglarda bo'lsa, sog'lom ovqatlanish birinchi o'rinda. Men aytdim, to'g'ri, xrom glyukozani pasaytiradi, qondagi dedim, to'g'rimi? Qondagi glyukozani xrom yaxshi pasaytirish boshlayapti-da, lekin sizlar bu yoqdan palama-partash ovqatlarni glyukozaga boy, oq unli, shakarli, qayta ishlangan mahsulotlarni mana yeb yotibsizlar-da, sizlar tasavvur qilinglar. Bu bechorani bunday ichganinglarda u amallab pasaytirib beradi sizlarning glyukozanglarni. Lekin sizlar yana glyukoza yeysizlar, yana ko'tariladi. Bechora yana xrom pasaytiradi, yana ko'tariladi. Ya'ni sizlar xromning natijasini ko'rmay qolishinglar mumkin. Sizlar unga sharoit yaratib berishinglar kerak bo'ladi. Xrom ichdinglarmi? Albatta mana shunaqa qonda glyukozani tezda ko'taradigan mahsulotlarni kamroq iste'mol qilishinglarni men sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni sog'lom turmush tarzi bilan birgalikda, sog'lom ovqatlanish bilan birgalikda xrom ichishinglarni tavsiya qilaman. Shundagina ideal natijasini ko'rishinglar mumkin bo'ladi, qizlar. Xrom mahsulotidan sotuvda bor, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Pastdagi raqamlarga Telegram orqali yozsanglar, hamma butun O'zbekistonga dastavkamiz hozirgi kunda bepul. Bilasizlar,
Albatta xarid qilib olsanglar bo'ladi. Bular ishonchli mahsulotlar. Shaxsan men o'zimni brendim ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni hammasi Germaniyadan keladi. O'zini litsenziyasi, o'zini sertifikatlariga ega bo'lgan eng original mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Mana shu Telegram raqam bilan bog'lansanglar, albatta sizlarga dostavka qilib beramiz qizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarni ham o'tkazib bormanglar, chunki keyingi videolarda yana shu mahsulotlar haqida yana bittasini tanlab olib, o'sha haqida to'liq ma'lumot beraman.